Leksimizin devamı, hürmetlik vatandaşım. Bugünkü islaha 2021 yıl 6. ayının 21. günü hürmetlik vatandaş. Endiki mavzumunda devamı yukarı leksiyanın. Demek Amerika'nın uğurlaştırışı boyunca söhbet üstü kilisen. Yani tertipler bade, ma tertipte avval, ma tertipte ki işleysen deydiğen tertip bade. Kilise, hodde, uğruş yarlığı çürgendek, buyruq şekilde. Çünkü taraf eğer şartlarını kabul kılmaydıgan bolsa, keldi ma vatandaşım bana. Çünkü taraf eğer şartlarını kabul kılmaydıgan bolsa, cüngünü bir bulaq kıstap koydu. Çünkü taraf şartlarını kabul kılmaydıgan bolsa, cüngünü bir bulaq kıstap koydu. Çoğun devletlik mesuliyet ve obrazı ehmiyet vermediği de ayıpleydi. Amerika ile mesuliyetçen oturup diyaloglaşalmaydı. Eğer Amerika koygan şartlarını kabul kılıp bir acizane kıyafeti oturğuçuşunu halamaydı. Çünkü Amerika oturup koygan şartlarını kabul kılıp bir acizane kıyafeti oturğuç çıkışını mı halamaydı? İki devlet münasibeti yaxşı emas hazır. İki devlet rehberleri görüşüp, söhbetleşip, netice hasıl kılıdı dep ümit kılmaslık gerek. Xuddi devlet bir xatarligi mesajçisi Jack Sullivan ko'rsatgandek iki taraf iki devlet münasibetini tegi-taktini tekshirdi. Bu İngilizce'de take stock deydi ekan. Tegi-taktini tekshirdi. Lekin Washington besim işletip, nochilig'ingni ko'rsatib boqmamsa Jungo Kompartiyasi da'vatidir. Lekin Amerika besim işletip, nochilig'ingni ko'rsatib boqmamsan Jungo Kompartiyasi da'vatidir. Prezident Joe Biden bilan Xi Jinping suhbati bu yil 10. ayda qanday shaklda o'tkazilishdan burun Amerika Jungo munosabati texmi yomonlashdi. Hazır mana shundaq, hazır bu torbetlarda bugunlarda turgan qoldi, bugunlarda nattigandan boshlab urush g'aljirligi, Jungo Kompartiyasining urush g'aljirligi o'tirg'i chiqdi. Qanday shaklda o'tkazilishdan burun Amerika Jungo munosabati texmi yomonlashdi. Qarama-qarshilik yuqori o'rlabla qolmasdan Jungoning diplomatik urushi texmi kaskin bo'ladi. İki taraf savdo, Tayvan bo'g'ozi, Janubiy dengiz qatorliq masalalarda qarshilishidir. İki cho'ng eg'ir vaziyat qarshi tarafni sinab boqdi yoki Jungo tarafni sinab boqdi. Avval prezident Joe Biden yuqumli virusning manbini tekshirishga buyruq tushirdi. Bu bir taraf. Bu Jungo'nun çeklimini büs deganlik edi. Jungo'nun çeklimisini büsüş deganlik edi. Tekshirish doklati agar 2 oydan keyin o'ttirg'i chiqadigan bo'lsa, aldığımız yani 2 oydan keyin o'ttirg'i 6 oy tugadi qo'y hisobda 7, 8 oy, 9 oyning 5 yilda tekshirish doklati natijasi o'ttirg'i chiqish kerak. O'tirg'i chiqadigan bo'lsa, dalillar, faktlar yuqumliq virusning Wuhan tajribaxonasidan chiqqanligini ko'rsatib turadigan bo'lsa, uning ustiga Jungo virusning ahvolini qasddan yoshirgan bo'lsa, undaqda Jungo dunyoviy ofat terg'am bo'ladi. İki başlık mesela yuqumliq virusning manbini tekshirish, dastlabki yuqumliq virus portlaganda yoshirganlik, yuqumliq virusning ahvolini yoshirganlik, iki manfaat iki mesele tekshirish jarayoni dalillansa, isbotlansa u chog'da Jungo Kompartiyasi butun yer sharida ofat terg'am bo'ladi. Bütün yer şehirde ofat terg'am bo'ladi. Ofat terg'am bo'ladi. Lekin Jungo tekshirish natijasini qabul qilmaydi. O ko'zi ko'rinib turibdi hozir ahvoldan qaraganda.
Xalqaro jamiyat tekshirsin, paketni dilini o'tirib qo'ysa, jungolikdan tabiiyda bir ojizlik bor. Reallikni e'tirof qilmay chekinish, dag'is, inkor qilish bu jungolikning tabiiyati. Shuni nima deydi bu yerda? Natijani qabul qilmaydi, tekshirishni qabul qilmaydi deydi. Undaqda Amerika qandaqda qabul turdi? Shu chaqda Amerika qandaqda qabul turdi? Shunlashqa deymizki, Amerika tarafning virusning manbini tekshirish doklatining o'tirg'i chiqarilishidan iborat bu fursat valda ikki tarafdan butun taglikni yoki tarixiy munosabatlardan boshlab to'liq oshkorlaydigan daqiqasi bo'lib qoladi. Delil ispat etib keldi. Jungo taraf e'tirof qilmasa, vaqtida birinchi bo'lib Amerika Qo'shma Shtatlari butun tarixni dalillaydigan faktlarni hammasini echib tashlaydigan shunaqli ikki davlat munosabatidagi taglikni. Jungo Amerika munosabati nima? Diplomatiya sohasida munosabati nima? Bu taglikni echib tashlaydigan daqiqa yetib keladi. Ya'ni o'tirg'i chiqadi. Növbətdə Jungo'nun iki qismida mundaq hesablayotdi. Amerika taraf sobiq prezident Trumpning 4 yillik vazifa o'tash mezgildan tortib prezident Joe Biden vazifaga o'ltirgan 5 oy ichida Amerika Jungo munosabatidagi foydasiz so'z iboralar Amerikada o'tirg'i chiqdi. Bu Jungolikning ko'z qarashi ekan. Jungo Kompartiyasini xalqaro sahnada sharafsiz qoldirdi. Herkes beraber muamele qilmadi, hürmet qilmadi. Xi Jinping prezident Joe Biden bilan ko'rishadigan bo'lsa, Xi Jinping oldingi shartlarni o'tirib qo'yish mumkin. Masalan, Amerika Jungo Uyg'urlarga etnik tozalash siyosati yurgizdi Jungo dedi, buni amaldan qoldirishi lozim. Muşa ayıplaştı emelden kaldırışın talep qilishi mümkün Amerika hükümetinden. Agar Jungo hükümeti görüşten avval Prezident Joe Biden bilan görüşten avval talep qo'yish mümkün bo'lsa, muşa talepni qo'yish mümkün. Mesela irqiy qirg'inchilik yurgizdi degan mushu ayıplarni bekor qilishini talep qilishi mümkün. Bu da Yevropa İttifaqı bilan Jungoni ayirib etgan omil edi. Dəlmiş Uyğur qırğınçılığı, Uyğurni qırğın qilish, etnik tozalash siyosati Xitoyning navbatdagi Yevropa İttifaqı bilan Jungoning savdo munosabatlarini, hatto diplomatik munosabatlarini oqsatdi, bu yerda nim debdi, ayirib etdi debdi. Bu bir meydan Jungolik ajdahoni tirik tutash. Bu kurash bir meydan Jungolik ajdahoni tirik tutash ve Amerika'nın bir kiti aldida taslim bo'lishga ko'ndirish vaziyati. Ajdahoni ching tutash Amerika'nın bir kiti aldida taslim bo'lishga ko'ndirish vaziyati. Bu meydan bir meydan vaziyat. Vaziyeti bütün yer şarkı ta'sir ko'rsatadigan siyosat ve tarixiy madaniyatning yüzünüşü bulup kaldı. Hazırmış o. Ajdahar bir taslim bo'lish kerak. Barlig'i bo'yicha taslim bo'lish kerak. Bu vaziyat, bu daqiqa navbatda bütün yer şarkıning tarixiy madaniyatiga ve siyosat tarixiy madaniyatiga ta'sir ko'rsatadigan bir yüzlenish bulup kaldı. Bu vaziyat dal hazır pişip yetilmekte deydi vatandaşım. Şunu neme deyimiz? İhtiyarında iştim yok. Muş işti, muşundak tapşırdık. Vakit muşu vakit içinde becerirse. Başka yol yok. Devamını anlayacağız vatandaşım.